Mani ismim Maftuna, yoshim esa 14da. Toshkent shahridanman. Ovoz bolalar, biz boshladik. Mani hobbiyim rasm chizish, pianino chalish va ashula aytish. Men juda ham ashula aytish yaxshi ko'raman. Men oyimni o'rganganman. Oyim maqomchi bo'lganlar. O'sha qorinlarida bo'lgan paytim to'ylada o'tib qolganda, men o'zi pianist bo'lishni umuman xohlamaganman. Meni oyim majburlaganlar. Men xohlayman, meni orzuyim. Hali menga rahmat aytasan derdilar. 8-sinfdan keyin menga juda ham yoqib qolishni boshladi. Pianinoda chalib, ashulalar aytish yoqib qoldi. Hozir esa men oyimga rahmat deyman. Kattakon meni shu pianinodan olmaganingiz uchun. Uspenskiyda jazoviy gruppamiz bor. Meni ismimga atab ochilgan Maftun Group. Ovoz bolalar men juda ham ko'p kuzatardim. Ayniqsa Ukrainanikini kuzatardim. Juda ham yoqardi. Xudo qarasa menga aytib qolishdi, ovoz bolalar chiqibdi deb. Keyin sirazi casting topshirishni boshladim. Kutdim, men o'tolmadim deb o'yladim. Keyin Malika opa borlar. Oyimga qilibdilar. O'tirdim. Aha, xo'p dedilar oyim. Keyin menga aytdilar, "Maftuna" dedilar. Ha, deb xafa bo'lib ana o'qisam, "Ovozdan o'tibsan" dedilar. Nima? O'sha paytdagi emotsiyamni tasvirlab bera olmayman. Men o'taman deb o'ylamagandim. Mendan zo'rlar juda ham ko'p bu yoqda. Ko'p o'rtalari bilan ko'rganman, yonida liderstvo kuchli bunda. Işte o'zini doim g'ururli tutadi, aytganini qildiradi, tez arazlab qoladi. Keyin erinchoqligini hisobga olmasa, yomon taraf shu erinchoqligini hisobga olmasa, aday. Bunda hozirgi tanlovlarni chiroyli o'tkazib, qatnashib, yaxshi cho'qqilarga, yaxshi natijaga erishishni tilakdoshiman qizimga. Mama biz Gladysdan qiynalib ketyapman de. Yo, mamma. O'sha qizga qilib o'tirishdi, odam qo'rqib ketyapti. Meni orzularim sir. Men uncha odamga aytmayman. Menda qo'rquv yo'q. Chunki bilaman, menda bu yerda mendan zo'rlar bor, ovozi, vokali zo'rlar, vokali kuchli. Yana men olmaganman vokal. Shu bitta meni minusim, xatoyim vokal olmaganim. Qarasa katta gap. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Maftuna, yoshim esa 14da. Uspenskiy maktabida o'qiyman. Men uchun shuncha Uspenskiydan o'rtoqlarim kelishdi. Rahmat kattakon. Balkonjon. Fan zona zo'r qo'ygan bo'lishim kerak. Fan zona.
Qayerdan topdingiz bunday ajoyib qo'shiq? Juda sevaman shu qo'shiqni. Men bu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Ma'nosi uchun yaxshi ko'rib qo'yaman bu Ma'nosini qo'shiqni. aytib bering, men ma'nosini bilmayman. Ma'nosi bitta erkak bo'lardi-da. Erkak bo'lardi. U odam kasal bo'lib qoladi, yurak kasali va ayollari kasallariga chidolmasdan boshqa erkak bilan yurib ketadilar va o'sha ayollariga erishish uchun juda katta harakat qilib tuzaladilar. U ayol qaytib kelmagandan keyin u odam o'lib qoladi. She'rni ayollariga yozib. Yo'q, hech kim o'lmasin, ha, bolalar. Hech kim o'lmasin. Bu juda katta drama bo'lmasin. ekan o'zi ham. Hamma yashasin, hamma yashasin. Sog'-omon, salomat bo'lib yashasin. Siz ham, yaqinlaringiz ham. Rahmat. Masunaxon, welcome to Botir akaga. Kurtka yasni. Botir akam ham gapirmadilar. Yo'q, gapiradilar. Молодец, молодец. Молодец, katta qiz bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli, interesniy ashulalar tanlayman siz bunga endi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Добро пожаловать в проект. Rahmat. Sog' bo'ling. Tabriklab qo'yinglar bir-biringlarni. Gap yo'q, tabriklayman. Rahmat, Juda ham kattakon. zo'r chiqdi. Lekin eshitishim bo'yicha siz o'zi qo'shiqchi emas, pianistsiz. Pianistman, vokal bilan umuman shug'ullanmaganman. Umuman. Bir haftada bitta Dilorom opa degan ayol men uchun kurashib ishlaverdilar vokal ustida. Ularga kattakon rahmat aytaman. Botir Rahmat. aka jamoasiga xush kelibsiz. Omadlar tilab qolaman. Rahmat. Ilhom, bu anaqa loyiha ozgina farqi bor ekanda. Chunki o'tgan safar birinchi sezonda o'tda endi katta-yu erkaklar, ayollar, qizlar, bolalar o'tda oson edi-da. A bu yerda вообще qiyin. Tushunmayapmiz-da, kim o'zi qizi bolami, yoshini Кто tushunmayapmiz. хорошо поет, различать. Никто хорошо. Qanaqa ovozlar, этот тембр. Они же Мальчики, еще девочки. маленькие, kichkintoylar-ku. Я сижу сейчас O'shani ham думаю, да, uchita 14 o'tib yoshmi, qolmanda, 10 yoshmi? mutatsiya bo'ladi hali proyekt paytida. Ovozi ham Aytdim, bilolmaysizda oxirigacha. Обалдеть. Класс. Keyingisi sizga kelar ekanda, men pol ochyapman.